Mana oynalarni ham yopib oldim. Bo'ldi, kompyuterimni o'chirdim, chiroqni ham o'chirdim. Endi telefonimdan izimni olaman. Ana bo'ldi. Hamma salom do'stlar, men otim Kompot hammaga xayr. Hazillashim do'stlar. Men prosta shaharga ketayotirim. Sizlar bilan shaharga borib kelamiz. Yo'q, hamma narsani tayyorlab o'tiraman. Men hozir pechkalarimni ham o'chirdim. Hamma narsalarimni oldim, telefon izimni oldim. Bo'ldi, kompyuter chiroqni o'chirdim. Ana endi eshikni qulflab, hozir taksi chaqirsam ham bo'ladi. Endi pechkalarimni ham o'chirdim. Ana bo'ldi do'stlar, endi ketdi nima? Tushunmadim, qishloqlar bo'tdi nima qilyapti? Ey qishloqlar nima quryapsizlar? Bo'tinamchi mana. Kapot, salom. Nima quryapsizlar bo'tdi? Tushuntirib beringlar. Kapot, xullas hamma qishloqlar bunker quryapmiz. Nima shu bunkermi? Bana bunker tushunmadim. Bunker aslida yer tagida qurilar chaqal. Nimaga bunaqa bunker quryapsizlar? Kapot, xullas biz bino bunker qurmoqchimiz. Minecraftda eng baland bunker. Nima Minecraft eng baland bunker quryapsizlarmi? Ha, qishloqlar temir olib kelinglar. Ha, kapot, eng baland bunker qurmoqchimiz. Bunker bino qurmoqchimiz. Yaxshi qishloqlar bo'lsa sizlarga yordamlashaman deyman. Shahar ketayotirim 4 kunga. Ha, qanaqa 3-4 kunda bitani kapot shu binoyimizni senga javob qo'yaylikmi? Ha, yaxshi bo'lardi, lekin menga ham joy qurib qo'ysanglar. Bo'ldi kapot bajarlash shaharga borib kelib biz qurtiramiz qishloqlar bilan. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi, lekin qishloqlar eng baland bunker yaxshi qishloqlar. Bo'pti do'stlar, men shaharga borib sizlarga qaytaman. Buni ko'ramiz, eng baland bunkerim. Hozir men taksi chaqirib ketaman do'stlar. O'zimga ham qiziqyapti. Kelishimga o'zi qurib qo'yishsa bo'ladi. Bo'pti do'stlar, 4 kundan keyin qaytaman. Davay taksi chaqiraychaman. Rahmat sizga kattakon mazza qildim. Mana sizga aytgan izomurtlarni gaplashgan bo'ldi, rahmat. Qishloqni o'sha qurib bo'pti, men bunkeri. Tayyormisiz o'sha? Voy, kapudam chiqib ketding. Axir men sizga aytdim-ku, 4 kun qolib kelaman deb qurib bo'ldinglarmi? Ha, kapud, mana vertolyot ham qilib bo'lding. Qarang, vertolyotlarimizni endi shaqa tepaga chiqamiz shu vertolyotlar orqali. Ha, yaxshi, baland bunker tayyor bo'pti deyman. Voy, buni qarang. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana kapot san kelishiga biz eng baland bunkerni tayyor qo'ydik, qishloqlar bilan qurdik. Ana bo'ldi, endi chiqsak bo'ladi deb vertolyotdan. Hamma meni olib chiqib qo'yasizlarmi? Yo'q, kapot o'zingiz chiqarsa endi sandiqda o'g'irlab turibdi. Bo'ldi, qishloqlar hozir tepaga chiqaman. Pechka ekan, pechka ishlik ekan bu vertolyot. Ana bo'ldi do'stlar, bo'lmasam qani ketdi endi tepasiga davay. Qanaqa boshqaradi endi buni? Davay o'g'il qo'yib turish kerak bunga. Ana vaqtida o'g'il qo'yib qo'yish kerak ekan pechkada. Axir bu vertolyot pechkada ishlayotgan-ku. Davay chiqamiz. Namichi boshqarish qiyin buni. Davay endi sakrash kerak bo'tadi. Sekin. Ana bo'ldi. Qani endi vertolyot uchib ketganini qaraylar. Endi obbo vertolyot uchib ketishma. Ehtiyot bo'lmaysan bu kapotda nima qilardi? Vertolyot uchib olib kerak axir bizga. Voy, uzr qishloq endi ahamiyatli bo'lish kerak ekan rostalam. Ha, bo'lmasa kapot mayli, senga ekskursiya qilib chiqaman bu bunkerda. Davay bo'lmasa boshlaymiz. Ha, kapot, mana bu eng baland bunkerimiz. Mana bu eshikning orqasida bunker turibdi. Bu eshikni nima qilgan bilasanmi? Yo'q, qishloq unaqa narsalar menga qiziqmas. Olsam men ichini ko'rishim kerak, obunachilarga ichini ko'rsatishim kerak. Davay, oppa, ana ochildi. Sekin tushib olamiz. Voy, nima bu himoyalangan joy? Ha, kapot, bu bunkerga kirish joyi. Bo'tda tikonli, qizil chiroqli, juda ham ko'p kameralar turibdi, qarab turibdi. Mana bu yerda eshik ochiladigan. Pastga yo'nalsa zali bo'yicha. Ha, bo'ldi, tushunarli bo'lamiz. Davay pastga chiqib ko'ramiz. Mana qizil tugmani bosish kerakmi? Ha, mana. Yotoqxona bu uxlaydigan joy. Ha, kapot, bu yotoqxona uxlaydigan joy. Mana shu hamma qishloqxona uxlaydi. Yana qavatlar bor, yana yotoqxonalar bor. Pastga chiqib ko'rgan oddiy joy bu yerda uxlaydigan. Ha, tushunarli rosa oddiy joy. Kalavat oddiy uxlaysizlar bo'tda. Mazza qilib. Davay bo'lmasa pastga chiqib ko'ramiz. Bo'tda ham oddiy yotoqxonaga uxlagan joy. Tushunarli bo'tda ham oddiy kalavatlar. Bo'tda ham xuddi shunaqa ekan. 3 qavat shunaqa ekan. Bunaqa pastda unaqa bo'lmas kerak. Pastda yotoqxona emas ekan. Voy, kamera. Nima almaz? Kapot, bo'tda biz almazlarni himoya qilamiz. Qara kamera ko'pligini rostram nima qilasizlar? Apokalips kelib qolsa masalan almazlarni nima qilasizlar? Ovqatlar kerak, suvlar kerak bo'tda almazlar
do'stlar, nima qilasizlar? Bilmadim, kapot. Xullas, bizlar bu yerda almozlar saqlagan joyimiz hamma sandiqlarni almozga turibdi. Hayron qoldingmi? Albatta hayron qolaman. Yana shuncha kamera. Voy, nechinchi qavatda? Men уже mayli pastga tushib ko'rdik-chi, уже nechinchi 5-qavatmi? Muhammadda oshxona juda ham kerakli oshxona. No oshxona bo'lishi kerak edi. O'zi qishloqlar mana emas joy kerak edi. U mana tarelkalar ovqat yeyishga, ovqat pishirish kerak. Yana bu yerda bakallar, pichoqlar, mana kinder sabziga sotgan ekan. Mana emas kerakli joy oshxona. No anu emas lekin mayli tortlar, yana tortlar. Mayli pastga tushib ko'rdik-chi, bo'lmasa meni bor ekan oshxonani pastiga. Do'stlar, bu xona eng yoqdi hozir menga ovqat pishiradigan xona. Mana nima bu to'xtanglar nima? Tushunarli hojatxona ekan bu qishloqqa. Kapot hojatxona bu yerda. Qara ko'pligini. No albatta qishloqlar ham axir ko'p-ku, rostdan ham ko'p ekan hojatxonalar. Tushunarli pastga tushib ko'ramiz bo'lmasam. Mana vanna do'stlar, mazza qilib cho'milishga sizlar qara. Kapot, mana mazza qilib cho'milishga ikkita va'da turibdi bu yerda. Galma-galda cho'milaverasizlar. Tushunarli yaxshi qilibsizlar ekan. Muzdekini bos kerak. Ma'mul qaranglar, suv muzdek qiladigan joylar ham bor ekan. Rostdan ham mazza ekan cho'milish. Suv sig'ini qaranglar, qaynoqni yoqyapman. Ehtimol bo'lmasa kapot qarang ketdi, pastga tushib ko'ramiz endi. Pastda qiziqroq joylar bor yana. Bo'lmasa nima bu bog'mi qishloqqa tushunarli to'xtanglar, men axir dehqonman-ku. Bunaqa bog' bilan qurilmaydi. Bu yerda bug'doyli, kartoshka sabzilarmi? Kapot, voy bug'doyga bosyapman. Men sizlarga aytamanki, dehqon bo'lib aytaman, bunaqa o'stirmaydi. Rostdan aytmasligim, bunaqa chiroyli o'stirish g'alati. Bu yerda quyosh kerak, o'slam qishloqlar quyosh kerak haqiqiy. Bo'lmasa kapot oynalar qo'yib qo'yamiz bunaqa. Bronirovanda oynalar qo'yib qo'yilgan temirdan. Xo'p, tushunarli bo'lmasa pastga ko'ramiz yana. Nima bu yerda ishtarchi? Nimaga ishtarchi bu yerda qishloqqa? Mana bedroq pustoyxona ekan, ishtarchi yo'q ekan bu yerda. Kapot, biz senga aytdik-ku, axir senga ham joy qoldiramiz deb. Mana bu 2 qavat joy seniki endi. Nima qishloqlar menga qurdinglarmi bu joyni? Menga qoldirdinglarmi? Kapot, senga qoldirdik. Mana tepada uxlayman deb bo'luvdimi? Lekin 2 qavatli joy qoldiribsizlar menga. Kapot, yo'q, tepada faqat qishloqlar uxlaydi. Mana shu qishloqlar uxlaydi. U ijara bo'tda uxlaydi 2 qavat joyda. Mana senga qurdik, aytib joy qoldirmasangiz deb. Rahmat qishloqlar ekan. Nima deb quraman bu yerda? Xohlaganingcha qurasan, senga sandiq olib kelamiz. Bo'ldi, sandiq olib kelishar ekan. Hozir menga qishloqlar xohlagancha qurar ekanman do'stlar, qaranglar. Voy, davay qancha tepaga chiqib qo'ydim. Men qilsa, ne bosilyapti, men tugaman hammaydi. Hozir qishloqlar menga sandiq olib kelishadi. O'sha sandiqdan keyin sizlar bilan birga shu yerga xona quramiz, 2 qavatli. Xo'p, do'stlar, sandiqlar olib kelsin, sizlarga qaytaman. Mana bo'ldim. Menga sandiqlar olib kelishdi. O'sha endi boshlaymiz qurishni. 2 qavatli joyi birinchi bo'lib albatta kitoblar. Kitoblar yoqtirmayman, axir men kitoblar yoqtirmayman, lekin chiroyli ko'rinadi. Mana bu yerda akvarium ham bor. Kitoblarni yopib qo'yamiz bu yerda. Bu yoqqa eshik yoqib qo'yamiz hozir. Eshikmi bilmadim. Eshik topmadim, lekin mana parda qo'yib qo'ymoqchiman chiroyli bo'lish uchun. Ana bo'ldi. Endi bu yoqqa shkaf qo'yib qo'yamiz. Shkafning yoniga karavat bo'ladi. Mana bunaqa 2 tali mazza qilib uxlash uchun, dam olish uchun karavat qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi do'stlar, tepaga nimadir qo'yib qo'yish kerak. Tepaga mana kitoblar qo'yib qo'ydim. Bu yoqqa oynalar qo'yib qo'yamiz. Mana bunaqa oynalar. Ana bo'ldi do'stlar, bu xona deyarli tayyor, lekin hozir mana bu yoqqa ham qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa kiyim ko'p bo'lmaydi hech qachon do'stlar. Shuning uchun kiyim ham qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Xo'p, mana bunaqa rasmlar bor. Keyin quyoncha ko'rasizlar, quyonchani mana bunaqa rasmlar qo'yib qo'ydik. Ko'ramiz yana nima qilishimizni. Xo'p, sandiqlar nima bor ekan? Sandiqlar bu yerda turibdi. Yaxshi turibdi sandiqlar bu yerda. Shu yoqqa 2 ta pechka, bu yoqqa bitta versa qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi do'stlar, chiroyli chiqdi. Menga yoqdi, lekin mana shunaqa bo'ladi. 2 kitoblar bilan yopib qo'yamiz deb to'xtaylik do'stlar. Menga kitoblar yoqadi deysizlarmi? Lekin menga kitoblar yoqmaydi, lekin chiroyli ko'rinadi. Shuning uchun qo'yib qo'yamiz bu yoqqa. Kitoblar chiroyli ko'rinadi. Rostdan ham bu yoqqa ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqqa eshik qo'yib qo'yamiz. Xo'p do'stlar, mana bo'ldi temirli eshik, 2 ta tugmali bo'ldi, cho'tki bo'ldi do'stlar. Menga yoqyapti, lekin mana qaranglar eshikni bo'ldi, ana bo'ldi. Xona ham chiroyli chiqyapti, lekin hozir bu yoqqa divan qo'ymoqchiman mazza qilib yotish uchun. Uxlasa ham bo'ladi divanda.
Unda qilib kattagina divan qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi do'stlar, endi bu yoqqa hozir stol bilan televizor qo'yib qo'ymoqchiman. Divanda o'tirib, dam olib, televizor ko'rish uchun. Ana bo'ldi do'stlar, tayyor bo'lyapti. O'tirasizlar bunaqa televizor ko'rib, xullas shunaqa bo'ladi. Bu yoqqa o't o'chiruvchi dars qo'yib qo'yamiz do'stlar. O't o'chirishga agar nimadir yong'in bo'lib qolsa, o'chirishga oddiy narsa qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa gul qo'yib qo'yamiz. Bu yoqqa rasm qo'yamiz, katta rasm, soatdan bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Menga bidrok yoqmayapti do'stlar, shuning uchun bu yerda mana bunaqa gilamchalar olamiz. Kichkina bidrok sindirsa bo'lmaydi, bilasizlar, sindirsa bo'lganda bloklab qo'yardim. Shuning uchun bunaqa narsalar qo'yib qo'yamiz kerakli joyga do'stlar. Tepada ham bo'lmaydi, bunaqa temirlar bo'lmaydi. Temir muzdek u kasal bo'lib qoladi, yana oyog'im unaqa narsa kerakmi menga? Albatta kerak. Mana shu bittadan zilani ham olamiz. Tepadan zilani ham chiqsa bo'ladi. Ana gilam ham tayyor bo'ldi, lekin do'stlar bo'ldi. Hammasi tayyor bo'ldi. Bu qavat ham, pastki qavat ham tayyor bo'ldi. Menga juda ham yoqdi bu bunker. Lekin qishloqlarga rahmat aytishim mumkin, chunki ular menga shunaqa bunkerda joy qoldirishdi. Endi o'tirasizlar, ichingizga qarab mazza qilib, pechga eriguncha xullas hammasi tayyor bo'ldi do'stlar. Ana bo'ldi. Bugun qishloqlar Minecraftda eng baland va eng zo'r bunker qurishdi. Menga juda ham yoqdi. Like bosish, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hamma har hisob bo'ling. Keyingi joyda kuzatishga davom etamiz.